11 qism. Shuncha ishlab bo'lib ketsimi, onunga ega bo'ladigan odam chiqmabdi. Qonunning, tashkilning qari bo'lmay qarab turdimi? Bu ishlar shundoq nohaq bo'lib ketsa, ularning qari yo'qmi ekan? Voy balam, dedi onam cho'nqur xo'rsinib. dadisi bekli qaram, qo'rqumsiz, yovuz odamkan. Qizim edi demay, shu holga tushirib qo'yganini bilmasak bo'lmaydi uning tosh yurakligini. Vaqti kelganda bo'ladigan ish bo'lganda qonun ega bo'ladi degan bilan ishlar o'rniga kelmaydi ekan. Ash qizmi yeliq chaqda yovuz aksi bilan dadisini qo'g'dab qilish uchun so'chilarga putum shotidan yiqilib tushib sunib ketgan deb chaqirib qonunmi isbot topolmasa, uvalchilikqa uchirgan odam o'rnidan dasturib shikoyat qilishni bilsa, ishlar mundaqroq bo'lgan deb ahvol ma'lum qilsa, andin qo'g'daydi ekan. U qiz o'zim yiqilib tushdim deb assa, uning gapiga unumay ishkirlab tekshiramdi deysan bolam. Shunda qilgan taqdirdimi, uyidagilar bilan bo'lgan munosabati yiriklashib ketadigan gap. Puti shundoq bo'lib qolgan tursa, o'zining hojatidan bemalol chiqamasa, aski bo'lsa-mu, urib putini sundirib etsimi, meyib bo'lib qilishni keltirib chiqasimi, bari bir holidan shular xabar eliyotdi. Qonunga deb ularni jazoga tortqizgan bilan urug' tuqqanlari unodan yuz o'rsa, jinini qandoq jon etdi. Shunga bichora bola ichiga yutdi. O'tib ketgan ishlar asliga kelmagan ekan. Bundan keyingi ishlarni bo'lsa-mu, yaxshi o'rinlashtirish kerak. Uning qilg'inimi yomon bo'lmadi. Hozir har holda oznalab kelsa, ashu ota-onasi, aka yengillari e'tiborini qiladi. Ata-itan qozon esib dasturxon soladi. Arz qipla hammani qilgan akam bilan dadam deb qo'ysa, undan keyin qadam bosalamdi deysan shu uyga. Onamning aytganlarimi o'rinliq edi. Shuncha ishlardan keyin bu gaplarni tagishib o'ltirganning foydasi yo'q edi. Hozirgi masala men sen bilan didor ko'rishib, ahvolingni bilishim, qo'lingni tutib turib tasalli berishim, seni bag'rimga besib turib kechirim so'rashim kerak edi, gulim. Onam aytgandek, bir hafta, 2 hafta, 1 oy saqlagan bo'lsam-mu, sen ota-onangning uyiga kelmading. Seni ko'ramagan seri, sendan xabar olamagan seri, aqlimdan odishayli deb qoldim. Ta'til kunlarimni bara-bara oz qilyotdi. Yana kelmasam, yo men bormasam, biz bu qitimni ko'rishamaydik. Oxiri chidamay, singlim Roziyadan yordam so'radim. Onundan so'rasam, hozirgi eringning uyiga sening to'yingni qilib ko'chirgan kuni bir qitim berib boqqanligini. Hozir bo'lsa topalaydigan yoki topolmaydiganligini bilmaydiganligini aytdi. Shundaqdimi cho'ng umidlar bilan bir vara xat yozib, uning qo'liga tutqizib, sening mahallangga yo'lga soldim. Qarang'u tushay deganda Rossiya qaytib keldi. U sen bilan ko'rishib, menga sendan xabar epkapti. Shunchalik xush bo'ldim. Hayajondan yuragim tipchaklab, etiq olgan boladek sakrab ketdim. Onunga aytib berishingcha, kichik akang Atayin eringning uyiga berib, sana 1,5 oygacha cho'ng uyga bormay tur. 1,5 oydan keyin o'zim kelib seni opirib, necha kun turg'izib, ondan akilib qo'yman. Debdi. Ondan eringimi Ataydan tapilab, bugundan boshlab Rizvongul uydan taloga chiqmasin. Cho'ng uygimi bormasin. Ba'zi bo'lgan vaqtida men o'zim kelib opirman. deb qo'yib qaytib ketibdimish. Buningdan mening ta'til qilib mahallaga kelganimni tushunibsan. Cho'ng uyingga shu qadar kelgan bo'lsa-mu, yana bir ish chiqib qolishdan ansirab, ichingga tinibsan. Bir xush bo'g'unim Rossiyadan menga bir poch xat avatibsan. İlyas, hozir degan tirishib o'qiydigan vaqtim.
Başqa ishlarga zehningni chashmay tirishib o'qig'in. O'qishing bitgandan keyin o'zingga loyiq birsini tepib, baxtli turmush kechir. Meni unutib ketdi. Men endi bu holim bilan sana loyiq kelmayman. Yana kelib hozir erim bor. Onundan ajrashib ketalishim mumkin emas. Mendan xotirjam bo'l. Gerçi erimning yeshi sal cho'ng bo'lsa-mu, menga bekli kuyunidi. Ko'nglimni istaydi. Holimga yetidi. Men hozir baxtli yashayapman. Bundan ortiqmi kerak emas. Endi meni izdama. O'tinib qolay. Meni endi izdama. Aman bo'l. Xetingda ana shularni debsan. Bu gaplarning birisiga ishongan bo'lsam o'lay. Ajiba yuragingdagini men bilmaymanmi, gulim? Men seni tushunmaymanmi? O'zi tunimaydigan, dadasidan cho'ng, ishqi muhabbatdan yiroq, faqat turmushning ehtiyoji uchun to'y qilgan, o'zining oxirgi kunlarini o'tkazayotgan. 4 kunligi qolgan bir odam bilan birga o'likdan farqi yo'q holda yashashning. Bir kuni o'tsa, shuning o'ziga qanoat qilib o'tishning baxtlik degudek nari bo'lsin. Seningchi men bularni bilmagudek darajada nodonmi, Rizvonim? Shu kuni kecha tong otqichi yig'lab chiqdim. Yuragimni jon olg'uchi zaharga chilab turib, hasratlaringga urib, hijroningga chidamay bakla qattiq yig'ladim. O'ylab baqsam, shu kunlarda qo'limdan urish, ichinish, hech kimga ko'rsatmay yig'lashdan boshqasi kelmabdi ekan. Esimni bilsam, cho'nglar va boshqalar o'g'il bola yig'lamaydi, yig'lasa bo'lmaydi deb atadi. Qaraganda bu gap yolg'on o'xshaydi. Bo'lmasa shunchalar ko'z yosh, ashuncha pig'on va ahuzarlar menga zodi nadin keladi. Men o'g'il bola emasmi ya? Durust. Men balkim o'g'il bola bo'lishga loyiq emasdirman. Bo'lmasa seni shu holga tushirib qo'yib, o'zim ilojsiz bir chetda qo'l qovushtirib qarab turmas edim. Atsi tong so'zlarga yaqin singlim Roziya palaxshigan peti hujramga kirdi va hayajon bilan: "Aka! Aka! Men amal topdim. Rizvon achamni uyga akilalaydigan amaldan birini topdim." dedi. "Qandoq amal topding?" so'radim men to'limi jonsiz, zaif ovozda. "Qara aka, sening ta'tiling to'shib maktabingga qaytib ketgandek bir ko'rinish paydo qilaylik degina. Senmi Aysa akam, O'rnisa xachamlarning ko'z oldida yuk taqani ko'tarib Urumchiga mangan puli ol. Sening maktabga manganingni ular o'z ko'zi bilan ko'rsin. Ham xotirjam bo'lsin. Ondan kashkirib qarang'i tushganda astag'ini uyga kirib ol. Ishonamanki, ular sening ketganingdan ko'ngli tinsila, atisiga o'g'ini Rizvon acham mahallada paydo bo'ladi. O kasala men bir amal qilib, sizlarni yuz ko'rishtirib qo'yaman." Uning gaplarini anglab, yelkamdan tog'ni ilavatgandek, yuragimdagi mixni yulavatgandek yengillab, ozoda bo'lib qoldim. "Bularni qandoqmi o'ylab topqansan?" davatdim ixtiyorsiz hayajonlanib. "Shu aqlliq tursan?" dedi u veliqlab kulib. "Shunda qilaylikmi aka? Ta'tiling to'shqilimi ozliq qapti. Bu qatim kassan qishliq ta'tilda aran kelalaysan. U jaqchi nimishlar bo'lib ketadi. Bunimi bir nima degili bo'lmaydi. Ko'ngling yerim bo'lib, kunda mundoq o'ltirganingga qarab, men chidamadim. Shunga mush amalni o'ylab topdim." U oxirgi gaplarni davatganda lavlari o'mchiyib, ko'z chaniqida yosh tomchilari lig'irlab qoldi. "Rahmat jinim singlim. Mening g'amimni yeginingga ko'p rahmat. Ma'qul. Sen degandek qilaylik. Qachon tutish qilsaq bo'la?" "Atila. At-atigan O'rnisa xacham eshik oldini supurgili chiqqan. Aysa akam mollarini yozliq eg'ilga haydab manganda qilaylik. Hozir narsa keraklarini tayyorlab chamdoningga qachilaylik.
Әтігәлікке ішік алдығы chiqib, yig'izar qilib seni uzatsak hammasi bilib ketadi. Men sal turib, ularning uyiga chiqib, o'zim yangi qachilg'ili xalta tikkidek xasi bormikin shuni so'rab kiray. Shu bahonada sening yana ta'tiling to'shib, Urumchiga mangadigan bo'lib qolganligingni ota-aytam bildirib qo'yaman. Shundaq bo'lganda, Hurnisla xocham uydagi hammasiga bu ishni deydi. Ondan atgan bir qatim maktabga mengivetsang, kechda hamma uyquga ketganda qaytib kirib uyga mo'kib olasan. Keyingi 3-4 kunda Rizvon achamni saqlaymiz. Faqat sen zerikib ketdim, sirtqa chiqaman deb turolmay, uyda jimmida o'tirsanglar bo'ladi. Shundaq qilaylik. Aqlliq desen. Ma'qul, shundaq qilaylik. Rahmat sana. Yey! O'zicha tuzib qilib ketadigan taxi. Xuddi yot odamdek. Raziyaning bu nayrangni o'ylab tepishi bilan umid chirg'im qaytadan yongandek bo'ldi. Men uningga moslashib, kiyim-kechaklarimni va ta'tilda ko'raman deb yondirib kelgan darsliklarimni chamadonga qochilab, kichik safar sumkamga uydagi qo'limga chiqqanning hammani tiqib, poska aytib tayyor qildim. Raziyamo sening uyingga chiqib, onangdan xasi so'rgan bo'lib elib, qasdanga mening ta'tilim to'shqanligini, atigan mangadiganligimni aytib qo'yib, xasiga yo'q degan javobni anglab kiribdi. Ishlar Raziya planlagandek bo'ldi. Atisi atiganda men chamadonimning ustiga safar sumkamni mindirib, darvoza oldiga chiqib, onam bilan singlim meni quchoqlab yig'lab o'zdivatganda, onang supurgisining sepini siqimdig'inicha, dadang yiroqlab ketayotgan qo'ylarni unutib, bizga qarab ketib qolganicha, akang choq simlari tatlashib, moysirab, g'ichirlab qolgan velosipedini yo'lga elib chiqib, tiyikini yerga tirginicha hangbiqib qarab qoldi. Men onam va singlim bilan xo'shlashgandan keyin chamadonni singlimga tutqizib qo'yib, uyinglarning oldiga bordim va hammasiga takshi salom qilib, "Men yana mangadigan bo'lib qoldim. Hammanglarga xo'sh, omon bo'linglar" dedim. Shu hamon ularning chiroydagi hayronlik va dilg'ulliq alomatlari o'chib, o'rnini asldagi o'shmanlik va mansitmaslik egalladi. Hech kim hech nima demadi. Salimimmi, ming tasdiqda eg'iz echib aytgan xo'shmi javobsiz qoldi. Dadang peshini qiqibla pitirab qochgan qo'ylarning kaynidan gapdi. Akang birli irg'ib, yerga tirab bo'lgan velosipedini minib, mendan burun yo'liga ravon bo'ldi. Anang to'xtab qolgan supurgisini zardi bilan ishqi selib, so'rab yurib, ishik oldining to'pi changlarini ustimga ortib ulgurdi. Ularning bu qiliqini ko'nglimga olmadim. Nimali degan bilan men ularning oldida gunohkor. Boya ularga xo'sh deganda kechirim so'rashni o'ylashdim-yu, lekin g'ururimga elib og'zimdan u gapni chiqarmagan edim. Balkim men bo'ynimni egib, bir eg'iz kechirim so'rgan bo'lsam, ularmo sal erib qolib qo'ydi. Ishlar shundoq bo'ldi. Oydin oqshomdagi ola qorong'uda hech kim ko'rmasda g'ibida timiz qilib uyimga kirib oldim. Singlim atiganda men yo'lga chiqib bo'lib, onam bir hazo yig'lab oldin ketgandan keyin ondan uningga haqiqiy ahvolni aytib, bizga moslashib berishni o'tinibdi. Boshda hayron qilib, orqadan qo'rqib ketgan onam uningga bir hazo qayg'am bo'lsa-mu, ishni boshlab bo'lganligimiz uchun ortiqcha fikrda bo'lmabdi. Plan shu bo'yicha bo'lib, 3-kuni tushga yaqin xiyol surib yatsam, o'jiramning sirtidan quluploqliq ishiga taraqshib echilib, Raziya kirib keldi. Uning barmoqini eg'iziga tekkizib, "Shh" deyishidan, kaynidan kimdir biraylarning kirayotganini pamligili bo'ladi. Raziya hujraga kirib, menga kaynini qilib kirayotgan odamning meni ko'rib qilishidan to'sib turdi. Kirguvchi eshikdan dal bir qadam yiroqlab bo'lganda, u eshikni jaqqidir yapti-da, o'zi eshikka yo'linib turib oldi.
Raziyaga agishib taladın kirgini sen eding gülüm. Şu turqun, bu ko'rishishimiz shu qadar echinishlik ediki, qizil guldek o'sning sulg'an. Chiroying optopda kuyib, qaridab, o'ncha bo'ying o'riqlab, bir tutam maysidek bo'lib qolgan. Sol putung tizingning tövinidan rak kesib etilgan. Sağ putunning paqalchiqiga tushib turgan gullik ko'yniking ichidan yana bir putung ko'rinmay qolgan. Sen qo'ltiq tayqiga tayinib, bir putung bilan orolli o'ri turgan. Ilgari kulki parlab turadigan nurani chehrangdan mana hozir g'am va alam tomonlari ketmagan bir holda, to'limi o'ng'aysiz ham azobliq bir holda ko'rishdik. 12. qism. Ilgari kulki parlab turadigan nurani chehrangdan mana hozir g'am va alam tomonlari ketmagan bir holda, to'limi o'ng'aysiz ham azobliq bir holda ko'rishdik. Meni ko'rib shunchalik hayron qoldingki, yuragimning döpildab soqqini menga anglandi. Bundaq desam, hargizmi ortiq bo'lmaydi. Gülüm, seni shu holda ko'rman deb o'ylamagan edim. Rizvan, nima kunlarga duchor qildim ha seni? Mushu kuniga qo'ygan turibmi, seni bu uvalchilikdan, bu dishvorchiliklardan qutuldirib qolammisam? Sana ega bo'lib, olingdan xabar olammisan? Bu oshiqlikqa, muhabbatingga qandoqmi yuz kelalayman? Yürek para. Seni bu turqungni ko'rib, dunyo menga tar keldi. Kashki hozirning o'zida seni ilib yiroqlarga ketishga mumkin bo'lsa. Mengammisang muramga esildirib apash qilib yursam. Men sabablik azar yegan ko'nglingni mehrim bilan amlisam. Men uchun og'rigan yuragingni yuragim bilan majruh bo'lgan teningni tenim bilan himoya qilsan. Seni hech kimga bo'zaq qildirmasan. Hatto qosh ko'tirib qargan birisining ko'zlarini o'yishga hozir tursam. Hamma g'am tashvishlarni, xafalıqlarni, azar va ko'ngilsizliklarni tashlab, qo'l tutishib dunyoning u chetiga ketgan bo'lsak. Qo'lingga qo'l, putingga put bo'lib, mangu sana yar yo'lak bo'lsam. To'y qilib, illiq oila qursak, o'maq bolalarimiz bo'lsa. Sen menga qarab ketib qolgan shu daqiqada ko'zlaringdan munchoq yoshlar to'kildi. Etilib berib seni bag'rimga bosqin. Oldingda tizilinib kechirim so'rg'im kelib ketdi. Ammo singlimdan hayo qildim. Roziyaga yaltida qarab sog'an bo'lishim mumkin. Men hoylada ishga qarab turay. Gapinglarni tezroq deyishib olinglar. O'rnisa qachon bayqab qolsa cho'ng ish chiqadi. Yig'ilishib turmay gapning muhimini deyishinglar. Rizon acham chaqaroq chiqib ketmas bo'lmaydi. Men uni konvoy gulimni boshlayolmadim, siz boshlab bering deb aldab chaqirib kirgan. Dedi va chapdaslik bilan ishini echib, kiyikdek taxlab teshig'i chiqib ketgandan keyin ishini avvalgidekla yepib qo'ydi. İkimiz yalğız qolgandan keyin barliq hayajonim va muhabbatimni jur'atga aylantirib oldinga siljidim. Lekin sen darrov qo'lingni shiltib, "To'xtang. Joyingizda turib qoling. Menga yaqinlashma." dedim. Ovozing titrab chiqatdi Gulum. Vujudingni yig'i marabli qog'ini menga ayon edi. Ammo menga texmi ayon ediki, sen ilgari hech qachon meni sizlamayding. Bolaligimizdan tortib oramizga singishib ketgan sen degan so'zning qachonlardan beri qandoqsiga sizga o'zgarib qolgani vujudimni titratdi. Yuragimni og'ritdi. Bu gapning shunchalar muhim ekanligini buningdan burun faqat o'ylab baxmagan ekanman, Rizvonim. Undaq demak Gulum.
dedim va esa deb qoldim. Sen tarafga yo'tkilib bo'lgan qadamim yerga tegmay turibla yana so'zladim. To'xtang deyapman. Urg'uliq etgan bu so'zingdan mangdab turib qoldim. Nafsing tezlashib, ko'zlaringdan qo'rqinish to'kilgan holda so'zingni davomlashtirding. Men hozir sizning gulingiz emas. Balki boshqa bir odamning xotini. Eri bu ayolga yaqinlashib, uni har nimalarni deb atab yurishdan o'yiling. Siz sababli beshimga kelgan kunlar oz emas. Butun mushundaq bo'lib qolgandan keyinmi, menga üzüldürmay xat yozib, jiq avarchiliklarni tepib berdingiz. Menga yozgan xatlaringiz aqllarimning qo'liga tushib qolib, oz ahonat qilmadi. Men faqat sizni o'qishdan ro'yi qaytib qolmasin. Arantasda o'tgan oliy maktabni tinchgina bitirib, a'lo natija bilan qaytib kelsin. Keyingi istiqboli ta'sirga uchirmasin debla odamiylik nuqtasidan sizga yordam qilgan hisobda javob xat qaytirib kelyapman. Sizga bo'lgan ko'nglim sovuqli ekan. Men sizdan allaqachon voz kechib bo'lgan. Endi menga sizmi, muhabbatingizmi, siz va'da qilgan baxtiyor turmushmi lozim emas. Bundan keyin menga xat yozmang. Men sizga xat yozmayman. Xo'sh, aman bo'ling. Sen shundoq debla avval bir jup qo'ltiq olsangni, ondan badaningni ishik tarafga yo'tkab, keyningga burilding. Chiqib ketgili mang'ining idih guli. Qandoq bir kuchning ta'siri edikin, men ushqandek berib, kappada qo'lingni tutib oldim. Sen joyingda to'xtading. Qarasam, ko'z yoshlaring mang'zingni bo'ylab sirg'ib etibdi. Livingni tishlab, qonitib olay debsan. Şumedi canım, menden ko'nglim sovuğini, menden muhabbetimden vazgeçkenin şumedi. Bunca azapni içinge yutup, yürükin ağırıp dursama kan yığlap, livingni tishlab, zo'rg'a chidab turib, menden vazgeçkenin bu gülüm. Ahiri, ikilimiz partıladık. Men qarshiliqingga qaramay, seni bag'rimga besib yig'ilib etgan shu minutda sen men ixtiyorsiz qo'ltiq hosilaringni tashlab bag'rimga singding va o'ksib to'kilib yig'lading. Shu holatda vaqt to'xtab qolgan bo'lsa, bu baxt, bu sevgi, bu visol biz uchun mangudanmi uzoq davom qilgan bo'lsa, guli. Çaşlarınla purab, seni çing'ida quchoqlab uzoq turdim. Senmi o'tliq yurgim aramsiz düpildavatgan maydamga yuzingni yiqib uzoqcha yig'lading. Hech nima deyishmadik. Ammo birlashib ketgan yurak so'qishlarimiz, volqonga aylangan pig'onimiz va tegishib turgan nafaslarimiz orqali ishki sirlarimizni bir-birimizga bildirib ulgurgan edik, Malika. Elimo meni suydiganliging ayon bo'ldi. Texin necha minut ichida qo'pollik bilan degan gaplaringni inkor qilib, bag'rimga muhabbatlik tashlandim. Buningdan o'zimni qaytadan baxt bo'shigida sezdim. Tushansang eding, gulim Rizvonim. Seni heyli hammo balaliqimdan boshlangan kabi o'tliq muhabbat bilan so'yatdim. Shu tarzda qanchalik turdiqkin bilmadim. Raziyaning palaqshib kelib ishikni urishi bilan o'zimizga keldim va singlim mushlavatgan ishikni ochdim. Aka, o'rnisa qachon kiryapti? Dedi u asirab hömidab. Ciddileşken halda aldırap so'zlab. Hoylig'i kirib bo'ldi. Biz chiqmasak bo'lmadi. Sen joyingda jim tur. Rizvon acha, yuring chiqib ketaylik. U shundoq deb, amdili bag'rimdan ajirgan seni qo'lingdan tatib yetilab mangdi. U mu o'ntigan edi,
bir putuңның kesilgenini. Sen onun tatışıga maslaşanmay toxtab qaldың. Ve men tutup durgan qolуңны tatib elip, yerde taşlanıp durgan Hasanға eňişdim. Yüregim içişip ketdi gülüm. Neme azap, neme tatquluq bu. Senden burun eňişip, asılarını elip qolуңға tutquzdım. Kaşki, sana Hasan'ı tutquzuşның ornuğa qolуңdan yetilep çıqalsamçu anаңның aldığa. Seni şu tərizde yolga selip qoyğuca, özüm kötürüp çıqsamçu el mahallinin aldığa. Yüregim içişip, ağırgan peti cayımda qaldı. Şu turqumda yer bilen yaksan bop ketkendek bir tuyğuda puçulanmaqdı edim, Rısvanım. Ana şu çağda qaytadan qasamiyat qilib, jinim kassimi tikib turib, seni bu mudihish turmushdan, bu baxtsizlikdan qutuldirishqa, o'lib ketadigan ish bo'lsa-mu, seni himoyamga elishqa ahd qildim. Va bu ahdam uchun hech qachon pushaymon qilmaydigan, hech bir o'kinish bo'lmaydigan, hech kishining oldida yerga qarab qolmaydigan holda kuchlanishga iroda bog'ladim. Raziya ishkanlar chiqib ketib, xeyli uzun bo'lganda u yolg'iz qaytib keldi. Va bir parcha xatni menga tutqizib, Boyi anam o'rin saxachamni o'rikayli deb boqqa boshlab chiqib ketganda, oldirab tenib yezibli tiqishtirib menga berdi. Haqiqatan sana yozgan xatni ko'mayli akirdim. Mayli xatdan nimali degan bo'lsin, o'zingni tutib ol aka. Sening bu uyda baliqni avlab bilsa, Rizvan achamga bola tepib bersin, dedi. Men onun qo'lini xat bilan qo'shib chinga tutdim va chin qalbimdan chiqarib rahmat etdim. U chiroyimdagi xushallik ifodasini ko'rib, villati kuldi hamda meni yolg'iz qo'yish uchun chiqib ketdi. Asli qarindosh degan bir-birining yig'isiga tang yig'lab, kulkisida necha hassa kulib, ilojsizligiga amal tepib, dardiga davo qilib, mana mushundaq yashaydigan odam edi Rizvan. Ammo sening o yovuz akang, Canım İlyas, meni kechirgin. Ko'nglingni bo'lishni xohlamaganligim, istiqbolingni nobud qilishni, ham baxtingga o'ltirib qo'yishni ravo ko'rmaganim uchun bugun irodamga xilof holda sana shu gaplarni qilib soldim. İşenmeydiğinini biladim. Biroq men ishondiray deb tirishqan. O qilganlarim yanıla aqmaganken, yeli hamma seni so'ydiganligimni iqror qilishdan boshqa chora yo'q. Lekin buning uchun hammani do'g'i tikiman. Sendan o'tinay. Muhabbatimiz va xatoligimiz uchun to'lagan badallarim zoya ketmasin. Mayli nemish bo'lishidan qat'iy nazar, cho'qim o'qishini bitirib, qalbi bilan qaytib kel. Agar unda qilmasam, yerim yo'lda hammani tashlab qo'yib, tartgan jabbarlarimni nolga tan qiladigan bo'lsam, o'lsam go'rimda tik o'ldirmanki, seni hargizmi kechirmayman. Meni so'ysam, haqiqiy yaxshi ko'rsang, cho'qim oxirgacha o'qig'in. Ali mektebni bitirish guvohnamang menga qilgan eng cho'ng, eng katta va birdan bir sovg'ang bo'lib qolsin. Meni desam, bu arzuyimni cho'qim amalga oshirg'in. Keyingi ishlarning qanday bo'lishi menga qarang'u. Men hozir bir kunim o'tsa, bir kunga hisoblabli yashayapman. Yerim yashinib qoldi. Kundan kunga ajizlab ketyapti. Uning menga qilgan g'amxo'rligi, xayrixohligi meni o'z uyimdagi ahonatlik zulmdan qutuldirgani uchun toki ikkimizdan birimiz ko'z yumg'icha holidan xabar elib, yaxshi hamroh bo'laman. Bu to'ymo ilojsizlikdan bo'ldi. Uningga qo'shilmasam, top-tani dastidan nafas og'idek imkoniyatim yo'q edi. Hozir hech bo'lmasa ko'nglim xotirjam. Shunga bu turmushni davomli xohlayman.
Menden ansirma. Hamma ishlar yaxshi. İkimiz balalıqdagi do'stlardan edik. Bundan keyin mu yana yaxshi do'stlardan bo'lib o'talaymiz. İş qilib o'qish bitirib kelganlik xush xabaringni anglig'icha seni to'rt ko'zim bilan kutaman. Yolg'iz o'tayverma. Loyiqida birasi bilan yurib ol. Sana baxt tilayman. Rizvon. Xeytingni o'qib, ussizligim qongandek bo'ldi. İç-içimdan ulug' bir chiqdiki, barliq ezlishlarim, ahu faryodlarim, dardim va azobim shuning bilan tang yo'qib, biroqli yangilladim. Ering bilan minnatdorlik sababidan birga o'tayotganingni tunji bildim. Buning bilan tang meni eli ham suydiganliging yuragimni yashatdi go'lim. Sen chiqib ketgandan keyinla ering seni uyiga qaytarib ketibdi. Toki kechlargacha Roziyani zo'rlab, seni yana bir qaytim chaqirib kirishga qistagan bo'lsam-mu, o'g'ziga chiqib dum yetib olib, o'ylangni marg'am bo'lsam-mu, seni bir qaytim ko'rmadim. 13-qism. Sen chiqib ketgandan keyinla ering seni uyiga qaytarib ketibdi. Toki kechlargacha Roziyani zo'rlab, seni yana bir qaytim chaqirib kirishga qistagan bo'lsam-mu, o'g'ziga chiqib dum yetib olib, o'ylangni marg'am bo'lsam-mu, seni bir qaytim ko'rmadim. Roziya jili bo'lgan holda, "Hadab basi patanga meni verdikansan-ku. Xatarga tavakkul qilib, bir qatim ko'rishtirib qo'ydim. Bo'ldi endi, yana daveramsan?" Rizvon achamni qeri eri uyiga ib ketgili ne vaqt? Keynidan qo'g'lab berib yondirib kelamdim. Qistavamigina undaq. deginicha domsiyib o'ltirib oldi. Sen ketding. Shu qitimliq xo'sh deyishingmi? Faqat shu bo'lib qoldi. Qo'limdagi aldirab tinab, qing'ir qaysiq yozilgan bir parcha xat men uchun eng qimmatli yodgor bo'lib qoldi. Men u xatni ko'ynikimning mayda yanchiqidan ayrimay, yillar bo'yi saqlab keldim. Va seni har seg'ing'inimda yenishlab o'qib, eding singan, barmoqlaring tekkan, orzularing mujassamlangan bu bir parcha xatni o'zimning dilkash hamrohi qilib oldim, hamda shuningdan o'zimga tasalli topdim. Sen bilan didorlashib olish fursatiga erishib, olamni berganda xush bo'ldim. Ertasi atigan uydagilar bilan yana bir qaytim xo'shlashib, hech kim ko'rmasdi yo'lga chiqib, oldingi kuni ammamning uyida qo'yib qo'ygan yuk taxlarimni oldimda Urumchiga qarab yo'lga chiqdim. Urumchi men oliy maktab orzusi bilan qadam bosgan, oldingi bir yilimga guvoh bo'lgan, meni bag'rida erkilatgan, qiyin kunlarga qoldirib baqqan, mo'rt kelganda onam dematlik bir ayolning oshnasi. Sirtkilardan yo'shirin tutib olgan xufiyani eri bo'lish taqdirini peshonamga putgan shahar. Balkim Nurjamolning oshnasi bo'lish bu hayotimdagi eng nomusli ishdir. Lekin men o'kinmayman. Chunki mening nazarimda odam degan har xil kishilar bilan orlashib yashab beqishi, o'zidagi afzallikdan foydalanib boshqalar bilan hamkorlashishni bilishi, turmush tajribasi to'plashi, badal to'laguniga tushliq hosilotlarga erishishi kerak. Nurjamol bilan o'tgan o kunlarim oliy maktabning 8 kishilik yotig'ida yotoqdoshlar bilan qisilishib, kunda paypoq, qo'ltiq va allaqandoq badbo'y puroqlar ichida musofirlarcha yashagandan ko'p yaxshi. U bergan pullarni xarjlaganim, u ato qilgan bayoshat turmushdan huzurlanganim, o'qish pulimni
onunğa töletküzgünümning hammasi bechora onamning dadamdan o'g'irliqcha tiqib to'shab, oyda bir qitim aran avatib berilaydigan turmush pulum va yillik o'qish pulimni g'amlash uchun tuqqanlarga necha sarg'ayib, dadamdan necha dashnam yeb, cho'ng ochimning oltin jabduqini, singlimning konvoy kashtilarini setib yurib, ming bir jafoda tayyor qilgan, qon tarib badaliga kelgan pullarni zoya qilganimdan ko'p yaxshi. Men faqat o'qishim tutkichi bo'lgan orliqda uydagilarga eg'rimni sanmasam, onamni tanqisliq ichida kimlargadir talmirishlardan xalos qilsam, toki maktab bitirib, qo'limga oliy maktab diplomini elib, yurtimga qaytqicha Nurjamol bilan u talab qilgan usulda yaxshi o'tib tursam, vaqt kelganda u ega bo'lib, ikkimizning peshini qo'shib qo'ydigan ish bo'lsa, men bu munosabatdan rozi edim. Men kelganda uning qizi texnik maktabiga mangmagan ekan. Maktabda o'qish boshlamaganligi uchun yotig'imiz yanada taqoq edi. Nurjamol ilgirkiga o'xshashla mehmonxonadan yotoq zakaz qilib, meni shu yerga o'rinlashtirib qo'ydi va fursat topsila yenimga chapdi. Mehmonxonaning ozoda va hashamatli yotog'ida u semiz bilaklar bilan bo'ynimga kira selib, bari yo'qi bir oydan o'shoq vaqt ichida meni bakli seg'inib ketganligini aytib, yangi kelindek nozilnib yig'lab ketdi. Uning bu qiliqlari to'g'u atlarimni o'riltib, ko'nglimda yerginish tuyg'usi paydo qilsa-mu, uningdan keladigan naf uchun men yanala hammaga bardoshlik berishga, u kutgandek arab bo'lishga majbur edim. Yoshirmayman gulim. O'zimdan bahli cho'ng bir ayol bilan billa bo'lish, hatto kech-kechlab billa bo'lish, uning hissiyati qachon qo'zg'alsa, shu vaqtning o'zida hojatidan chiqishga tayyor turish meni jismoniy jihatdan xo'ratdi. To'la belim og'riydigan, mag'dursizlanadigan, ish xo'shaqmaydigan bo'lib qoldi. Ba'zida uni xushal qilish uchun ziyoda urinishlarmi bu harg'inlik, mag'dursizliklarni chekidan oshirib etib boradi. Bular oz kelgandek, keyingi kunlarda u hissiyat urg'utadigan allanimalarni, o'zining badan sharoitiga foydali dorilarni va menga qarata kuchaytgich roli bor dorilarni ishlatishga boshladi. Bu narsalar damalliqqa o'nim ko'rsatganda qolgan bilan bara-bara odamning tan safosini tuvalatib, kasal mijoz qilib qo'ydi ekan. Shunga keyincha u so'rasa, yedim deb qo'yib, uningga ko'rsatmay u narsalarni tashlab etadigan bo'ldim. Ahvolim bu turib, u dorilar bilan yaxshilagan badan safosining talabiga moslashanmagandan keyin uningga o'ch qilib, heliqidek dorilarni ishlatishni yoqtirmaydiganligimni aytdim. Shuningdan keyin u undaq narsalarni menga zo'rlab tangmadi. O'zimi ishlatmaydigan bo'ldi. Ularni ishlatmaydigan bo'lgandan keyin billa bo'ladigan vaqtlarimiz sal oslab, menga erkin ozodlik va seni xiyol qilib ko'nglimga tasalli topqadak imkoniyat bor bo'ldi. Umu hadisi paypaslab yenimga kelib olmaydigan, lekin meni xushal qilish uchun sovg'at va pul berishni, xohlagan yerlarga olib o'yintishni unutmaydi. Uzoq o'tmay uning qizimi Ishkiradagi maktabiga ketdi. Menmi dachiga yenib kelib, Nurjamol bilan billa turishga boshladim. O'qish boshlangandan keyingi shanba yakshanbalarmi yana shu xilda davomlashdi. Pul, katta turalg'u, hech qachon o'ksimaydigan lozimatlik va qimmat baholiq kiyim-kechak, sovg'a salomlar, ehtiyojimni qondiradigan ayol, ish qilib aysh ishratlik bu turmushdan ko'proq nafga erishguchi yanala men edim. Kunlar bir izda o'tib qish kirdi. Qishliq ta'til kunlari yaqinlashgan sari u meni yurtingga bormaysan deb chaqirib oldi. Chunki qishliq ta'tilda uning Ishkirdagi qizi ta'til qilmaydi. Deyishcha, men ta'til qilib yurtimga ketsam, u men kagicha seg'inib o'lib qolarmish.
yana kelib qizi qaytib kelmaganligi uchun bu ta'til bizning muhabbatlik turmushimiz uchun fayzi fursatmish. Uning ko'nglini og'ritib qo'ymaslik bilan bir vaqtda uyga qaytish uchun zixmi ko'ymaydigan, kavobmi ko'ymaydigan chardin birini topsam bo'ladi deb yurgan kunlarda Nurjamolning tuqqanlari uni yo'qlab Urumchiga keladigan bo'lib qoldi. Shuning bilan men uning iskanjasidan qutulib yurtga qaytish imkoniyatiga ega bo'ldim. Umu oldingi qitimqiga o'xshash qo'limga bir muncha pul tutqizib, puchamga qimmat baholiq kiyimlarni kiydirib, o'zi bekatga chiqib yo'lga selib, qaytib kelishimni to'rt ko'z bilan kutadiganligini aytib, yosh to'kkinicha kaynimdan qarab qoldi. Kendi qinim to'kilgan mehri illiq mahallam, aslida sen bu yerda bo'lganliging uchunla illiq tuyulgan ekan menga. Sening, onamning va singlimning mehrini demisam, bu mahallaga qaytqim kelmas bo'lib ketibdi. Eng yomoni dadam bilan akamning ta'tir qarashlari, qircha yanchi tegishlari, yot odamdek muomala qilishlari jinimni siqib holimni qo'ymadi. Sen bilan bir ko'rishib olib, ondan qaytib ketay deb xeyli kutib baqdim. Oldingi ta'tildikiga o'xshashlar dadang bilan akang seni kammisun deb cheklab qo'ygan bo'lishi mumkin. U chaqdagi hiyrini yana davomli ishlatkilib bo'lamdi yo'q, buni bilmaydim. Raziyaga yana deb baqsam qandoq bo'la deb dilg'uluqda yurgan kunlarning birida eringning tugab ketganlik xabari keldi. Buningdan qayg'urishimni yoki xush bo'lishimni bilmaydim. Ota-onang, tuqqanlaring va bizning uydagilar eringning musibatiga ketdi. Ularning qaytib kelishini to'rt ko'z bilan kutib, tit bo'lib kunni aran kesh qildim. Zodila o'ylamagan edimki, eringning o'g'il qizlari, sening o'gay bolalaring texi kirpikiga to'p qo'nmagan u odamning yuz xotirasini qilmay, seni uyingdagilar bilan billa yo'lga sep qo'yibdi. Buni qorong'u tushirga yaqin qaytib kelgan onam bilan singlimdan angladim. Odatda yoshlar u xildagi musibat ishlarga berib yurmaydi. Men Raziyani sendan bir xabar ib kelamikin degan umid bilan zo'rmi-zo'r onamga qo'shib qo'ygan. Degandek, u ko'zlari yosh yo'q holda yenimga kirib, Aka, ular sonachamni haydavatganchilik qilib, ota-onasiga qo'shib qo'ydi. O'rnisa hacham marhumning 40 nazarsigacha mush uyda tursin. Hech bo'lmasa 7 nazarsini berib, ondan ib ketayli desimi unmadi. Risonacham gapmi qilmay, yig'labla o'ltirdi. Cho'ng o'gay qizi birdamda uning kiyim-kechaklarini, lozimatliklarini bir tag'arga tiqib, ko'tirib chiqibdi. Mushundaqmi odam bo'lsa qilgan bormi? Deganicha michida yig'lavatdi. Uning gaplarini anglab, yuragimga zang'ida bir og'riq kirdi. Lekin sening qaytib kelganing men uchun xush xabar edi ko'rin. O'zingmi aytqan-ku. Men o odam bilan menga qilgan g'amxo'rligiga javob qaytarish yuzasidan billa o'tyaptim. Ikkimizdan birimiz ko'z yumg'anga qadar uning holidan xabar olmasam bo'lmaydi. Deb. Mana u oxiri ko'z yumibdi. Endi baribir u uyda turishingning ajdi yo'q. Har qachon qaytib keladigan ish bo'lgandikin baldiroq yenib kelsang nima bo'pti? Seni söyman gülüm. Aman bir kuni qonunli holda mening ayolimga aylanasan. Ertasidan boshlab yo'ldan kirmadim. Sen bilan ko'rishgili bir fursat izlab, yiroqdan bo'lsa-mu bir ko'rib og'il. Ovozingni anglab og'ili imkon izlab, ko'zim, qo'liqim, butun vujudim sen tarafda bo'ldi. Shundaqdimi sen faqatla tala tuzga chiqmading. Raziyadan anglasam, mening kelganimdan xabar tepibsan. Sen bilan ko'rishish uchun fursat izlayotganimni bilibsan. Ammo nemishqikin meni oldirganga oldirmag'ining ko'nglimni sal yerim qildi. Aramizda to'sib turgan ering o'lib ketdi.
Әмді өйіңдекілер сені yana bir kimlarga zo'rlabmi yurmaydi. Haqqi zo'rlig'idek bo'lsa, әмді өзім ko'krak kerib o'tirg'i chiqib, sana ega bo'laman. Bu qitim cho'qim shundoq qilaman. Ta'til kunlarim oz qolgan seri sen bilan ko'rishib olishga bo'lgan intizorliqim chekiga yetib atadi. Urumchiga kelsam, sen va uydagilar bilan bo'lgan aloqam uzilib qolib, haftada bir qitim almashtirib turadigan salom xatga qarashliq bo'lib qoladiganligimizni o'ylab, uyga muqim telefon o'rnatib, Nurjamol bergan pul bilan 1 yillik so'zlashish haqqini biroqli to'lab etdim. Ondan u narsani qandoq ishlatishni onamga va singlimga yaxshi o'rgatib, Urumchidagi bir necha savodishimga telefon qilib so'zlashib, ularga buning önümini ko'rsatib qo'ydim. Bizninkidek sahra kishilarga nisbatan telefon degan bu narsa yengiliq bo'lg'ashqa ular albatta hayron qoldi va ichidan xushal bo'lib ketdi. Onamning aytishicha, qoida yo'sinning cheklamasi bilan eri o'lib ketgan ayol xeyli bir vaqtlargacha sirtlarga chiqsa, yot jinslarning ko'ziga ko'rinsa bo'lmaydi ekan. Bu gapni kimning topqanligini, menga nisbatan to'liq tayini yo'q bilingan bu gapga ishongilib bo'ladigan, bo'lmaydiganligini bilmasammi, ish qilib bir punga arzimaydigan bu qoida yo'sinlarni minglarcha tilladim. Shunda qilib bu qitim ta'tilda sen bilan bir qitimmi ko'rishalmay, qo'lingni tutib turib, ikki eg'iz gap qila olmay, armon bilan Urumchiga qaytib ketdim va yanala Nurjamol bilan bo'lgan aysh ishratlik turmush qaynimiga petib oldim. On 4-ci qism. Shunda qilib bu qitim ta'tilda sen bilan bir qitimmi ko'rishalmay, qo'lingni tutib turib, ikki eg'iz gap qila olmay, armon bilan Urumchiga qaytib ketdim va yanala Nurjamol bilan bo'lgan aysh ishratlik turmush qaynimiga petib oldim. Bu orqali yurtda quruqtilib kelgan yanchug'imni tomlamasam, sana va singlimga pul avatmasam bo'lmaydi. Ozroq vaqtdan keyin onangni telefonga chaqirtib, uningdan sana o'ylanish arzuyim borligini, men o'qish bitirib qaytib borgacha seni kimlar bilandir to'y qilishga qistamaslikni o'tinmoqchi edim. Nurjamol to'g'ri aytdi. Yurtga qaysam, hukumat taqsim qilgan xizmatdan maosh chiqcha xarajat qilg'ilimi, sana ega bo'lish uchunmi, to'y qilish uchunmi, uyingdagilar va oilamdagilar oldida yuzimni yo'riq qilish uchunmi haqiqatan pul ketadi. Urumchiga borgandan keyin uydagilarga doim telefon qilib turdim. Shu arada sen bilanmi aloqalashib keldim. Bara-bara munosabatimiz yaxshilanishga qarab yuzlandi. Arada onang bilan telefonlashib, sana aloqador barliq o'ylaganlarimni, sen bilan to'y qilish niyatim barligini, shunga men o'qish bitirib borgacha seni qayta to'y qilishga qistamasligini o'tinib, bu yillardagi xarajatlaringni men berdiganligimni, ularga hech qanday eg'ringni tushirmaydiganligimni aytdim. Onangmi bir haza yig'lab dardingni to'kkandan keyin talabimga qo'shiladiganligini, biz ikkimiz fikrda birlikka kelsaklar o'zining hech qanday qarshiligi yo'qligini, dadang bilan akalaringni o'zi qoyil qiladiganligini aytdi. Men uchun shuningdan ortiq xush xabar bormi gulib? Armonlarimning ro'yobga chiqishiga asla vaqt qoldi. Men faqat o'qish bitirib qaytib borsamla bizning qo'shlanmasligimizga hech qanday sabab qolmaydi. Onangdan ma'qul javobini anglagandan keyin butun kuchim bilan pul yig'ishga boshladim. Nurjamol berganligi pulni ozroq xarjlashga ko'zim qiymay, chiqim bo'ladigan ishlarda amalba uni oldiga chiqarib qo'yib, kichikkina imkoniyat bo'lsa pul cho'g'ladim. U menga sovg'a qilgan, keyingi vaqtlarda esdan ko'tarilib ketgan qimmat baholiq soat, ancha ishlatmagan kamar, qoshtosh va kumushdan yasalgan uzuk deganlarni, hatto qoshtosh sunlardan boshlab pulga yarag'udaklar narsalarni setib, pulini udulliq banka kartamga yurishtirib turdi.
Chunki u narsalarni mushu shaharda sotmasam, yurtga qaytib borgandan keyin u yerda hech kim undaq qimmatli narsalarning qadrini bilmaydi-da. Loyiqida pul qilib bo'lmaydi. Planlarim uchun to'xtamay tirishchilik ko'rsatib kelgan bo'lsam-mu, sen bilan bo'lgan munosabatimning asliga kelganligini Nurjamolga aytmadim. Chunki oldingi mezgilda 2-3 qitim sen to'g'riliq gap qilganimda, u o'rinsizlik qayib, kayfiyatini kontrol qila olmay qolgan hamda buningdan keyin oldimda uning gapini qilg'ichi bo'lma. Yurtingga ketganda qandoq o'ssan korim yo'q degan edi. Uni yana xafa qilib qo'ymaslik uchun shuningdan keyin uning oldida sening gapingni chiqarib baxmadim. Aksicha uning ko'nglini elish uchun texmi tirishdim. Bu orqali yiqqan pulimning soni kun seri, oy seri eshib beryotdi. Yana bir qitimliq yozliq ta'til. Nurjamolning qizi bu qitimqi ta'tilda to'liq o'tir maktabni bitirib, oliy maktabga imtihon berib bo'lib qaytib kelgan edi. U qaytib kelgandan keyin meningmi dachada turishim mumkin bo'lmay qoladi. Uning ustiga men ta'til qilib uyga qaytishim, seni ko'rishim kerak edi. Yurtqa mangdiganning tayyorliqlari bitguncha yanala mehmonxonada turdim. Ishlar avvalgidek davomlashardi va u bergan pullarni, sovg'atlarni elib yurtga qarab yo'lga chiqdim. Bu qitim bizning uydagilarmi, sening uyingdagilarmi menga so'q muomala qilmadi. Hammasi meni uzoq yil ko'rmagan tuqqanidek xushal qarshi elib, mehri bilan bag'riga bosdi. Menmi sizlarning uyga yangi kuyovg'ilda qadam tashrif qilib, hurmat tavazo bilan to'rga taklif qilindim. Lekin yanala yuragim etishadi gulim. Seni shu holda qo'ltiq tayiqi bilan ko'rish yuragimni ezatdi. Bularning mening sababimdan bo'lganligini o'ylasam, vijdonim kuyatdi. O'zimni kechirolmaydim. Har qitim shundoq o'ylaganimda sening holingdan yaxshi xabar, bir umr jafo tatqizmaslik, ko'zingdan tomchi yosh oqqizmaslik, umr bo'yi chekamga gul qilib qisib, har kimlarning oldida azizlab, e'tiboringni qilish haqida o'zimga qaytalab ahd qilatdim. Ikki oiladagilar qudilishish haqida bitishib, orini echiyotgandan keyin bizmi ochiq oshkora ko'rishalaydigan, bir-birimizning uyiga kirib chiqa oladigan bo'ldik. Men seni va Roziyani keynimga silib, bozorga akirib, ikki danglarga boshdan oyoq nechqur kiyim kechak, zinnat buyumlari, girim buyumlari va oyoqlarni elib berdim. Toki mushu chog'dami meni afsuslantiradigan ikkinglarga oyoq tanlaganda o'zingni kamsitib qolding. Va menga amayli bo'ldi. Uyda barini kiyay. Baribir ancha sirtqa chiqmasam, yana kelib buncha qimmat olganga tushliq yana bir payini kiyolmayman. dedim. Yuragim chimmada og'rib, ichim serilib ketdi. Ko'z chanoqlarim qizargan bo'lishi mumkin. Burnimning echishqini o'zimga ma'lum bo'ldi. Kechir gulim. Seni bu gaplarni deyishdan xalos qilishni naqadar orzu qiladiganligimni bilarmiding shu chaqda? Sana bu haqda yeni shinishlar va'da beribmi, har xil usullar bilan ko'nglingni avundiribmi, seni o'zingni kamsitish tuyg'usidan yiroq qilolmaгаnim uchun bo'g'ilatdim. Boshqa qizlardan, bejirim qiz ayollardan hech qanday farqing yo'qligin. Kimlar qandoq bo'lib ketishidan qat'iy nazar sening mening qalbimdagi birdan-bir sog'lom qiz ekanliging. Mayli qandoqla bo'lib ketsangmi, seni mangu yaxshi ko'rdiganligimni, chin dilimdan suydiganligimni sana chin ma'nosi bilan haqiqiy his qildirg'im bor edi, Rizvonim. Bizning uydagilar Roziya ikkinglarga va uyga xajlagan pullarimdan hayron qoldi. Demisimi bu qitim ta'til qilib kelgandan keyin uydagilarning menga ochiq chiroy oshxonaga xush bo'lib, qo'limni biraqli ochiq qilib etibdiman.
Anamga boshqa, dadamga boshqa pul berib, xajlanglar deb Roziya ikkanlarga qimmat baholiq kiyimlardan, zibu zinnatlardan, oyoqlardan bir muncha elib berganning sirtida uy ichidagi remont qiladigan, o'ngshaydigan yerlarni bir boshdan remont qildirib, ko'nirgan jahozlarni tashlab o'tib, o'rniga yangisini elib, tamlarni bir boshdan aqartib, perdelarni almashtirib, hatto surtsi pokizi chiqmaydigan bo'lib qolgan derisi aynaklargacha almashtirib, o'ylarni xuddi yangi salgan chaqdagidek qilib etibdiman. Bu ishlarga yenimdan xeyli pul chiqim qilganimni ko'rgan ota-onam boshda hayron bo'ldi. Keyin bir-birlab so'rg'ini qilib, buncha pulni nerdan topganligimni so'rab turib oldi. Demisimi, dastlabki yildagi o'qish pulimni to'lab bergan dadam, sizlarning oila bilan bo'lgan yirikchilikning ochchig'ida keyingi yillik o'qish pulimni to'lab bermagan. Onam shu pulni qandoq g'amlashning ko'yida chiroyini sarg'aytib yurgan kunlarda Nurjamol o'tirg'a chiqib to'lib etib, men o'qish pulimni o'zimdan cho'ng o'ynashimning to'lab berganligini uydagilarga aytolmag'achqa, maktabdan o'qish natijasi yaxshi bolalarning o'qish pulini kechirim qildi. Shular ichida menmi bor? O'qish pulimning g'amini qilmasanglarmi bo'ladi, deb qo'ygan edim. O'qish pulini maktab to'lab bergan bilan turmush pulida qilinib qolmasin deb har oyda bir amallarni qilib pul yig'ayotgan onamni xotirjam qilish uchun uningga shanba-yakshanbalarda tez yetkazish shirkatida mol besish, mol tushirish ishlari bilan shug'ullanib, kunlik ishlayapman. Ish haqimmi yuqori. Odatdagi dars kunlarida maktab kutubxonasini tozalab, kitoblarni ratlaydigan ishlarni qilaman. Buningga ish haqqi beradi. Shunga turmush puli avatiman deb avor bo'lma, dedim va har xil gaplarni to'qib, ularni ishontirib kelayotgan edim. Hozirga kelganda to'xtamay chiqim qilib, uy o'zgartirayotganim ularni sal andishiga soldi. Lekin buningga amal tepib, "Xeyli bo'ldi. Tez yetkazishda mol to'shiydigan ishni qilmayapman. Hozir boshlang'ich va to'liqsiz o'rta maktab o'quvchilariga oila o'qituvchisi bo'lib ishladim. Kuniga necha soat dars beraman. Uning ustiga 7-8 balni tang yetaklab ketgili bo'ladi. Buning ish haqqi tez yetkazish shirkatininkidan yuqori. Bu pullarni shu ishlab tepib yiqqan", deb turib oldim. Ularning tushunmaganiga to'liq o'tirda o'qiyotgan singlim Roziya ota-onamga oila o'qituvchilik kasbining xarakterini, qanday xizmat qiladiganligini ezib ichirib, ravurus tushuntirib qo'ydi. Shuning bilan bu o'tkaldimmi o'ngishli o'tib, ishlarni suv kirmagidek darajada davomlashtirib meniverdim. Hammadan bak sen bilan to'y qilalaydiganim, sana ega bo'lalaydiganim men uchun eng xushallanarlik ish edi. Ko'ngillik davomlashayotgan didor kunlari bir-birlab o'tib, ta'tilim to'shish oldida turardi. Biz bu g'animat paytlarni qadrlab, bir-birimizga ko'proq hamroh bo'lib olish uchun fursat izlaydik. Shundoq kunlarning biridagi salqin oydin oqshomda biz uyning keyindagi bedilikda bir-birimizga yo'linib o'ltirib uzoq mungtashdik. Men sening tal-tal chochlaringni silab, bo'yingdan taravotgan illiq hidni purab, nozik barmoqlaringni o'ynab o'ltirib, kelgusimiz haqida o'ylaganlarimni quloqlaringga pichirlab so'zlaydim. Sen veliqlab kulib, ba'zi gaplarimni quvvatlab, yana ba'zi gaplarimga norozi bo'lib, gohi domsuyib, erkilab, sana bo'lgan amroqligimni kuchaytirib boratdim. Quchug'imda piltinglab, veliqlab kulishlaring erlik istaklarimni har minut, har sekund urg'utib turadi. Ateş pıraqning ko'ydirishiga quchug'imda tursangmi, seg'inishlarimga bardoshlik berolmay, seni ching'ida bag'rimga bosdim va cho'dak lavlaringga qonmay so'ydim. Senmi salgini qarshilik qilib, ishtirib yiqib, oxiri asta-asta bo'shashding va bo'ynimga kira soldim. Shu holda uzoqdan uzoq so'yishibdik. Ikkimizni to'sib turgan u pardani yana qandoqlarcha qayrib etdik, gulin. Bir qaytim burnimizga suv kirgan emasmidi? Men shu suvning pushayminni bahli ko'p yemaganmidim? Sen shu ishning azobini, dard alamini, ziynini mangu esimizdan chiqmag'idek darajada tatgan emasmiding? Shu ish uchun bahla
Bəhli iğir bədəl töləgən. O'rnini to'ldirib olg'isiz badal to'lagan emasmiding, Rizvonim? Seni hech ayblayolmayman, gulim. İşdən keyin o'zimizga kelganda eng avval pushaymon va qo'rqinish yuragimni titirtib o'tdi. Senmi bəhli uzoqcha suvon surmay jimmada o'ltirib ketib, ondan cho'nqir birini xo'rsinib qo'yib, menga: İlyas, bek bo'lmasa o'qimam sen ya. Men bu ishlardan ansirabli turaman. Sen o'qishingni bitirib qaytib kelguncha ishlarda yana qandoq o'zgarish bo'ladi? Bu hammamizga qorong'u. Agar kutmagan tasodifiyliklar bo'lib qilib, ikkimiz yana to'y qilolmay qolsak, men bek ig'ir dog'da qolaman. Navoda sen u yerda boshqa biri bilan tepishib qolgudek bo'lsang, bu ehtimollikni yo'q degili bo'lmaydi. Maktabdan chekinib, mush yerda bir ishning peshini tutamsan ya. Ikki uydagilar ozroqdan yordam qilib, dasmoy qo'g'idek pul berib tursa, ikkimiz birga do'kon ochsaqmi bo'ladi. Ish qilib ajr degan tirishqanni umidsiz qo'ymaydi. Debqina to'xtab qolding. Yo'q, gapni qilmag'ina. Men qandoq bo'lib boshqa birisi bilan tepishib qoladi ekanman. Birasi qanot so'rgidek bo'lsa, menga gap qilmanglar, ham ko'z qismanglar qiz bolalar. Xotinim bor odamman. Yurtda xotinim meni saqlab turdi debla oldi keynimga qaramay yenib kedaman. Ortiq o'ylab, ko'nglingni yerim qilmag'ina. Dedim men chaqchaq qilib burningni chimdig'ash. Villada kulgan tabassuming oy sho'lasi ostida ko'zimga to'limi ro'shan ko'rindi. Seni barliq mehrim bilan bag'rimga besib, peshonangga so'ydim. Bir haftadan keyin ta'tillik dam elishimni og'irlashtirib, Urumchiga qarab yo'l oldim. Sen oldin tayyorlab qo'ygan üzüm, yang'oq, guli qaqla qachilangan xaltini menga tutqizib, eqiqtab yig'lig'ining chiqaldi. Men yana sana bir talay va'dalarni berib, qishliq ta'tilda eng burun qaytib keladiganligimni aytib, yo'lga chiqdim. 15-qism. Men yana sana bir talay va'dalarni berib, qishliq ta'tilda eng burun qaytib keladiganligimni aytib, yo'lga chiqdim. Shu chog'dagi ayrilishga qiyalmay, tökkan azobliq ko'z yeshing damma-dam surtib turishlaringga ulgurib, mangzingni bo'ylab oqatdi. Uydagilar meni bekatga opirib, o'stib qo'yg'uchimi, yuragim sen tarafga tortishib, bu qitimqi ayrilish oldingi har qanday chog'dagiga qaraganda ig'ir to'yilib ketyapti. Tuyuqsiz gapingni anglab, maktabdan chekinsam qandoq bo'lar deb o'ylab qoldim. Lekin unda qilsam 2 yillik o'qishim nolga tang bo'ladi. Ya'ni 2 yil chidivassam qo'limga diplom olatdim va hukumatning temir tavaqida ismim bor bo'ladi. U chaqda xizmat, maosh, jamiyatda bir kishilik o'rin deganlardan g'am yemaydim. Senimi al mahallaning oldida hurmat inovating bilan kelin qilib uyga akirib olatdim. Yana bir jihatdan men texin Nur Jamoldan foydalanib, yanama ko'proq pul yig'ishim. Xizmatga chiqishdan burun shahardan uy setib olishim. Seni xonishlardek boyashat va erkin ozoda turmushdan bahramand qilishim kerak edi. Men bir tarafdan o'qishimni davomlashtirg'ach, yana bir tarafdan mana mushular uchun tirishayotdim, gulim. Koshki hozirgidek oliy maktab o'quvchilari oliy maktab o'qishini davomlashtirib turibmi, to'y qilsa bo'laveradi deydigan tuzum shu chog'ladimi bo'lgan bo'lsa, ha? Urumchiga qaytib kelganimda Nurjamolning qizi o'zi o'tgan Harbindagi ma'lum bir oliy maktabga bag'isi kelmaganligini, oliy maktabda o'qimay onasiga agishib, savdo ishlarini o'rgangisi borligini aytib, saranglik qilayotgan ana bola ikkisi mushu ish uchun jidallashib, kunda qiya-chiya qilishib yurgan ekan.
Men qaytib kelib, Nurjamolning xapagan chiroyi va mijozi men bilan sal asliga kelgandek bo'ldi. U mehmonxonadan yotoq zakaz qilib, meni o'rinlashtirib, fursat topsala ishqibozlik uchun mushu tarafga qatirdi. Shu kunlarda men maktabga qaytib, o'pchi yotoqda turdim. Uning qizi onasining qayta yig'lab, nasihat qilishlaridan ko'ngli yerim bo'lib, onasidan qattiq umidsizlanibdi va uydan chiqib ketibdi. Nurjamol taraf-tarafga qatirab qizini izladi. Qizining bir parcha so'rtini ko'tarib, menmi izladim. Restorandagi bekor qolganligi odamning hammasini safarbar qilib, bola izladik. Shuningdami uchirib bo'lmagandan keyin oxiri soqchiga ma'lum qildik. Nurjamol qizini izlab, tamoqsiz, oramsiz paloqlab yurib, oxiri hushidan ketib, yiqilib qoldi. Soqchilar qizining tepilganligini uqtirish uchun restoranga telefon berganda, uni doktorxonada hushsiz yotqizib qo'yib, soqchixonaga men bordim. Nurjamolning 18 yoshga kirgan, bo'ylari silva, chiroyli qizi Aynigarni men tunji qaytim ana shundoq ahvolda soqchixonada ko'rdim. Aynigarning soqchidan chiqish rasmiyatlarini o'tab, qaysidir qog'ozlarga qo'l qo'yib, uni yondirib chiqdim. Va bir eg'iz gapma qilmay, belikidan qamollagan peti taksiga chiqarib, doktorxonaga elib bordim. U yo'lda bag'ucha menga pat-pat sinchilab qarab, uni buni so'rab mangdi. Lekin men uning "Qarasam, siz bizning tuqqunimiz emaskansiz. Ya ilgari restoranda kelmabdikanman. Apamning nemisi bo'lasiz?" degan savoliga "Men Janubiy Shinjongdan kelgan. Mushu shaharda oliy maktabda o'qiyman. Ilgari ta'tilda onangizning restoranida ishlagan. Hozir o'qish mazgili bo'lg'achqa borolmayman. Lekin shanba yakshanbalarda Nurjamol achamdan kunlik ish haqqi elib, uyinglarning tozalik, bog' o'tash, narsa kerak to'shish degandek og'ir yenik ishlar bo'lsa, yordamlashib kelyapman." debla javob berib, boshqa hech qanday savoliga javob bermadim. U aqlliq va chechan qiz edi. Savoliga bergan javobimdan keyin usti beshimga tafsiliy qarab chiqib, menga ishonmagan tarzda eg'izini purishtirdi va "Undaq emas-ku. Kiyinishlaringizdan qarasa, hech birarsining uyining tozaligi yoki og'ir yenik ishlarini qiladigandak turmaysiz" dedi. Men undimadim. Ishonsa ishondi, ishonmasa yana mayli. Qog'iniga onasi hushiga kelsa, bir nima deb tushundira dedim ko'nglimda. Ona bola ikkisi quchoqlashib, xeyli uzungacha yig'lashdi. Toki ular yig'idan to'xtag'icha bir chetda jimjit o'ltirdim. Diqqat qilib baxsam, Nurjamolning bir ko'zi menda. Kayfiyatining bir yerlardan tashvish to'kilib turdi. Qizining ikkimizning munosabatidan gumonlanib qolgan bo'lish ehtimolligidan ansiravatqani bilinib turadi. Bir chaqda Nurjamol qizining qo'liga pul tutqizib, sirtqa tamoqqa bo'yradi. Qiz onasi zo'rlab tutqizib qo'ygan pulni menga tanglab dedi. "Men onam bilan o'ltirib turay. Siz chiqib akirgan tamoqni." Ay balam, dedi Nurjamol qizining menga taraf bollab buyruq qilishiga chiroyini g'o'chchida qilib. o'zidan cho'ng odamni undaq ishga buyurmaydigan. İlyas akangizga o'g'irlashtiradigan ish bor. Biz paranglashqash turayli. Tamoqni siz chiqib akiring. Kech bo'lib ketdi. Sal keyin qolsaq tamoq halla taqilib ketdi. "Restorandagilarga telefon qilaylik-chi amsa. Shular etib akilib bersin." dedi qiz parvosizlar. Vaqt bir yerga bordi qizim. Uning ustiga orliq xeyli bor. Ular tamoqni etib bu yerga akilib bo'g'icha choplashib yeysiz bo'lib ketdi. Mağdurum yo'q chaqda meni ko'p gap qildirmay, menga dikkida chiqib akiring. Onasining keskin buyruqidan keyin qiz asta qo'zg'aldi va chiqib ketayotgach, menga ko'zning quyruqida lappada qarab qo'ydi. Aynigar sana bir narsa demagandu? So'radi Nurjamol qizi chiqib ketgandan keyinla oldirab. Yo'q, hech nima demadi. Shu siz opamning nemisi bo'lasiz, ya tuqqunimiz emaskansiz, ilgari sizni ko'mabdikanman deydi. Nim deb javob berdim. Burun ta'tilda restoraninglarda ishlagan,
hozir shanba yakshanbalarda uyinglarda tozaliq ham ushaq-tushak ishlarga yordamlashaman dedim. Abla, mau qiz seni restorandagilardan so'raydigan bo'ldi. Yiroqroq tuqquninglar bo'laman deb gapni tugatsang bo'lmasmidi? Undaq desam, yana tuqqanlaringizdan so'rab qola. Dedim uning gapiga kulib sil. Hech nima bo'lmaydi. Buningdan keyin shanba yakshanbalarda restoranga berib, kunlik ishlayman ya. Shuni o'ylayotganimga uzun bo'lgan. Men bergan pul xarajatingga yetmayotganda. Ko'zimga tikildi u sirliq nazarda. Yo'qay, u pul gap yo'q yetidi. Buni o'ylashdagi maqsad birinchidan, singlim kelar yili oliy maktabga imtihon beradi. Shuninggacha ozroq pul g'amlab, uydagilarning besimini yengillatishim kerak. Siz bergan pulni xarajat qilsam-mu, ishlab topgan pulimni singlim uchun yig'aman. Ikkinchidan, qizingizning ortiqcha gumanda bo'lib yurishining oldini olamiz. Ham men turmush, xizmat tajribasi to'plab olaman. Agar o'qish bitirgandan keyin xizmat taqsimotim ko'nglimga yoqmay qolsa, sizga agishib restoran ochmamdan. Oye. U gaplarimni anglab kuldi. Kulgandimi to'limi xotirjamlik ilkida ichidan echilib kuldi. Biz keyingi ishlar haqida bir haza maslahatlashib, qandig'ini qandoq qilish to'g'riliq yaxshi plan tuzib oldik. Ondan men restoranga borsam, nima ish qilish haqida paranglashib Oynigar qochiliq tomoqlarni ko'tarib kirdi. Nurjamol doktorxonadan chiqqan kuni u va Oynigarga agishib, ularning dachisiga keldi. Dastlabda qizg'i degan gapimning chinib qolmasligi uchun azaldan qo'lim tegib baxmagan gullikka kirib, yavu o'tlarni yo'ldim. Lay o'ltirib tinib ketgan fontan ko'lini tozaladim. Sun'iy chig'ir yo'l va chimliqdagi axlatlarni tozalab, ko'zga ko'rinadigan ishlarning hammasini qilib tugatdim. Nurjamol mushula hisobiga berganda qilib, qiziga ko'rsatib turib, Nurjamolmi menga 100 yen pul berdi va bu haftalik dam olishda yana kelishimni chimliqni qirqiydigan, o'gizdagi yarim optoplik lampani tozalab, elangush qo'ydigan ish borligini aytdi. Men ma'qullik bildirib, ular bilan xo'shlashib, maktabga yo'l oldim. Amdala dacha darvozasidan chiqib turishimga Oynigar kaynimdan to'lab qoldi. İlyas aka, to'xtab turing. Men kaynimga burilib bo'g'icha, umi kiyikdek taxlab yenimga kelib bo'ldi va o'tingan qiyofatda dedi. Qarasam, opam sizga xeyli yuz berdi ekan. Ko'pincha ishlarda rayingizga qaraydi ekan. Buning sababini toza bilmasammi, ish qilib sizdan yordam so'rasam bo'ladiganligini his qildim. Mendanmi? Dedim sal ajablanib. Ha, qandoq ishdi? Avval anglab boqay. Men shu oliy maktabga bormaymikin degan edim. Sizni menga yordam qilib, opamga xizmat ishlab boqamdikin deb. Oliy maktabga o'tish xeyli bolalarning orzusi. Ba'zilar hatto bir umr tirishibmi mundaq fursatga erishamaydi. Siz shundoq obdan fursatni qadrlamay, tayyor kelib bo'lgan chaqiriqdan voz kechib, nemishqa o'qimayman deb turib oladigansiz. Dedim Nurjamol tarafdori bo'lib, uningga nasihat qilgim kelib. Siz undaq degan bilan ardagi ishlarni bilmaysiz. Opamga shuncha so'zlab tushuntirib olmay qoldim. Dedi u tirnoqini tatalab, putining uchiga qarab. Bu mundaq ish qarang. Dastlab to'liq o'tirib o'tgan chig'imda o'qish natijam yaxshi edi. Keyin saboqlashtirimning chatga qiqishi, dadasi yo'q deb kamsitishi, ham ba'zi boshqa sabablar bilan tushkunlashib, bora-bora natijam tövallab ketdi. Qancha tirishib baqsam, darslarni zehnimga ololmadim. Ham natijam izchil tövan holda to'liq o'tirni bitirdim. Menga chaqiriq kelgan Xarbandagi u oliy maktabmi? Natijasi tövarak bolalarni yig'lagan hisobda o'qitishni xohlaydigan maktabkan. Ishkir to'liq o'tir maktabga o'tganlik imtiyozim bo'lmagan bo'lsa, shu maktabga men o'tamay qolatdim texi. Ish qilib, u maktabga borsammi, baribir quruq diplom akagandan boshqa ish bo'lmaydi. 5 yillik umrimni o'zim qiziqmagan o'qish bilan isrof qilib atguncha, opamga agishib savdo qilsam, keyincha iqtisod savdo kasbida o'qisam bo'lmamdi. Men shuni xohlaydim obdan aka. Opam bilan paranglashib, bu o'ylaganlarimni uningga deb beqma. Shu maktabga bormaychiman. Bo'lamdi, ha? Qizning ko'zimga mo'ldirlab qarab turishi singlim Roziyani yodimga soldi.
uning sabiylik ketmagan mijazi, budruq yuzlari, ayminib, qo'rnibqini gap qilishlari 2 yil avvalgi Raziyaga to'limi o'xshaydi. Ixtiyorsiz kulib soldim va ma'qul. Arada vaqt chiqarib, opangiz bilan paranglashib boqay. Lekin maktabga mush kirib kelsam, hafta oxirida ondan chiqa olayman. Shuninggacha opangiz bilan urushmay, uni ortiqcha chechildirmay yaxshi o'tib turing. Men maktabdan chiqibla opangiz bilan paranglashib boqay. Ammo uni unumasligiga kapolat beramayman. Unumay qolsa, mendan ranjimang. Men faqat tirishibla boqalayman juma. dedim. Ma'qul aka. Rahmat sizga. Bek rahmat. Rahmat. dedi u kichik bolalardek qo'lini chavaklab zahrab. Uning bilan xo'shlashib maktabga ketdim. Hafta oxirigacha bu ishni Nurjamolga qandoq deyish haqida o'ylanib, onasini xafa qilmaydigan, qizini noumid qo'ymaydigan usulda yaxshi paranglashishni ko'nglimga pukib, nimalarni deyishim kerakligini oldin o'ylab oldim. Haftaning 5-kuni kechda maktabdan chiqibla dachiga bormay turib, Nurjamol bilan mehmonxonada aysh ishratdik bir kechani o'tkazdik. Shu chaqda qizining aytganlarini uningga to'liq yetkazib, orzusini bildirib qo'ydim. U chochlarini yostiqqa yeyib, semiz bilaklarini belimga ortib, jimmidi yetib ketdi va Sen qandoq o'ylading? Bu vaqtda o'ylaganlaring bo'lsa, aytib baqa. dedi. Men hozircha hech qanday o'ylamadim. Chunki u degan sizning qizingiz. Men bilan hech qanday mas'uliyat to'qinish yo'q. Agar o'ylashimni xohlasangiz, o'ylasam bo'ladi. dedim men ko'nglimdagini aytib. Ma'qul. Ammo sen hozir o'yla. Men zodi qandoq qilsam bo'la? Meningcha qizingizning tanlashiga hurmat qiling. Chunki siz uni zo'rlab o'qitgan bilan uning o'quvchisi bo'lmasa, maktabga borsam baribir darsga zehn qo'ymay, o'ynab vaqt o'tkazadi xolos. O'rgangisi bog'i yo'l ichib bersangiz, o'z nishoni uchun tirishidi, ilgirlaydi. 2 yilning oldida siz menga maktabda o'rgangan biliming bilan jamiyatda put dasab turmaysan, jahondarchilik tajribang bilan puling bo'lmasa bo'lmaydi degan-ku. Agar bu gap hozirmi kuchga ega bo'lsa, kallasi ishlaydigan, ham tirishadiganlarga pul topadigan fursat kam bo'lmaydi. Yana kelib, u degan sizning qizingiz. Siz yetaklaysiz, yordam qilasiz, bilmaganini o'rgatasiz, yiqilsa yo'laysiz. Sizlar yetilisingiz, u bir qadamdan ilgirlaydi. Aksicha, qiziqmagan ishiga zo'rlasangiz, u degan sizdan to'limi yiroqdigan notunish bir shahar. O'yin tomoshaga berilib ketsa, jamiyatdagi yomon odamlar o'yinchi qizlar bilan aralashib yurib, eski odatlarni yetildirib olsa, deganda bilinmay qolasiz. Boshqurishga, tuzitishga amalsiz qolasiz. Keyin pushaymon qilgan bilan hech nimani o'zgartirmaysiz. Shunga meningcha bo'lganda uni qo'llang. Bir mazgil yiningizda tursin. Savdo ishlariga sal kirishib ketaligidek bo'lsa, ondan yaxshiroq bir o'rindan tarmoq tamoqxona ichib bersangiz, shuni boshqurib egilik tiklasimi yoki savdo kasbida o'qisimi bo'ladi. Sizning chiqandoq? Nurjamol gaplarimni anglab bir haza o'ylanib qoldi.